yoshimiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshimiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchaloy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bolalikdan asov otni egarlab, doim zafar quchgan Temur bobomiz. 12 yoshida taxtni egallab, yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis. Assalomu mehmonlar, mehmonlar, yuzlari yosh xalqlar. Sizga ham tengdoshlarimizdan ehtirom, ko'ksimizda Assalomu mehmoni omonlar, mehmon onajonlarim, Assalomu alaykum qadrli ustozlar, muhtaram mehmonlar, hurmatli ota-onalar, aziz bolajonlar. Assalom qadrli do'stlar, mehribon opa-ukalar, kechagina o'qish chalishni bilmaydigan o'yin-to'lov bolalar, bilim daryoga qadam qo'yib, o'qish chalishni, hisoblashni, odob-axloqni o'rganib, mana bugun xayr birinchi ustozim bayramini nishonlashga mana bugun shay turishibdi. Xush kelibsiz ilmu fanni sohibi davronlar. Xush kelibsiz davramizning eng aziz mehmonlari. Xush kelibsiz muhtaramlar. Xush kelibsiz kechamizga barcha aziz mehmonlar. Bugun kattadan doim bo'lgan bilimdorlik bayrami, ular mamlakatdan olsa sharoitdan o'zini baxtli sinar, unga kirgan har inson. Aziz tadbirimizning ishtirokchilari, bugungi tadbirimizning sababkorlari davraga taklif qilsak. Kiyimdingiz to'la, ko'kka boqqan
muborak bo'lsin. Bugungi tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimizning ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Rozmetova Barno ustozga bersak. Onalar, aziz o'quvchilar, bugun mana 4-sinfimizni xayr birinchi ustozim, ya'ni ustozga ehtirom nomli tadbirimizga guvoh bo'lyapsizlar. Bu jajji bolajonlarimizni 4 yil bo'ldi olgan saboqlarini birinchi ustozi bilan xayrlashish anlarida sizlarni ko'rib turganman, xursandman. Ushbu tadbir egalarini bugungi shodiyona kuni bilan tabriklayman. Ilohim 5-sinfdan to 11-sinfgacha eng yaxshi, eng a'lochi o'quvchi bo'lib, Malika ustozni shu yoshlikda olgan bergan bilimlarini undan ham kuchli bo'lib, undan ham yaxshiroq natijalarga erishib, hamma vaqt shogirdlaringiz sizni ardoqida ko'rib yurishini tilayman. Bugungi tadbirimiz ochilib davom etishlaringiz mumkin. Rahmat. Hayot imonida ramzlamayoq, rivoyatlarga nazar tashlab ustozlar, sodiq shogirdlarga berarkan saboq, doimo haq yo'lga boshlar ustozlar. Salom ona yurt, tonglar o'lkasi, tarix tavsifingning yo'q nihoyasi, senga bag'ishlanar muqaddas qo'shiq, bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Keçənin gündüzü var, dildən aytilgan kalom, gözəl o'zbek so'zi var. Assalomu alaykum. Kattalarda hurmat bor, kichiklarda izzat bor, salomda ko'p hikmat bor. Assalomu alaykum. Quyosh yorug' nur bilan, bahor go'zal nur bilan, odob doim u bilan. Assalomu alaykum. Vatanlar shodasi, ichra rug'dona, o'zingsan dunyoda tanho yagona, qoshingda bir umr bo'lib parvona, vatanim koringga yarasam deyman. Senga fido bo'lsin ming bitta jonim, seniki nimaga yetsang
Türkistoni, bino bo'lsang yurt O'zbekistoni, Beshkekli voringa yarasan deyman. Bolalar, qani aytinglarchi, yurtimizning nomi nima? O'xshashi yo'q bu go'zal boston, dostonlardan o'tgan guliston, O'zbekiston deya atalur, uni sevib ertilga olur. Yurtim senga she'r bitdim bu kun, qiyosingni topmadim aslo. Shoirlar bor, o'z yurtim butun, olam aro atagan tanho. Ular she'ri uchdi ko'p yiroq, qanotida kumush diyori. Bir o'lka bor dunyoda biroq, bilinmagan dostondir bori. Faqat ojiz qalamim menim, O'zbekiston vatanim menim. Keçmişing bor chindan ham uzoq, ilg'ay olmos barchasin ko'zin. Maqtamasman mo'jizangni biroq, o'tmishingni o'ylayman bir zum. Zabatga olib keng Osiyoni, bir zot chiqdi mag'rur zavongir. 2 asr yarim dunyoni sir qaqshatdi buyuk jahongir. Aytdim bu kun u menim O'zbekiston vatanim menim. Babalardan so'z ketsa zinhor, bir kalom bor gap avvalida osmon ilmi tug'ilgan iqbol. Ko'ragani jadvallarda qotil qo'li qilich soldi mast, quyosh bo'lib qushdi tilla bosh. U ulug'bek ko'zidagi yosh, yerda qolgan otanim menim, O'zbekiston vatanim menim. Ko'z oldimdan kechar asrlar, ko'z-ko'z etmisi chiroyin sarson o'tgan necha nasllar, topolmasdan tug'ilgan joyin. Amerika sehrli diyor, uxlar edi Kolumb xonqali. Dengiz ortidan yoritdi, bor Berunining aql mash'ali. Kolumbda bor alamim menim, O'zbekiston vatanim menim. Ko'p jahongir ko'rgan bu dunyo hammasiga guvoh yer osti. Lekin do'stlar sheriklari jahongiri kam bo'lar osti. 5 asr kim nazmiy saroyni titratadi zanjirband bir she'r. Temur to'yetmagan joyni qalam bilan aldali she'r. Dunyo bo'ldi chamanim menim, O'zbekiston vatanim menim. Babalardan so'zlarim ammo bir zot bor kim baridan suyuk. Buyuklarga bosh yetgan zafar. Ona xalqim o'zingsan buyuk. Sen o'zingsan eng so'nggi nomin, o'zi yemay o'g'liga tutgan. Sen o'zingsan farzandlar shonin, asrlardan olqishlab yurgan. Ona xalqim jon tanim menim, O'zbekiston vatanim menim. paymol bo'lmas, kavaklardan qolmas oy nuri, odil hakam beyaras, azgurlarning qamxori, qilich urab tol tongida o'zligingizdanib qoldingiz, o'g'illar qatorxonda O'zbekistondan oldingiz. Nomi qutlug' bo'lsin menim, O'zbekiston vatanim menim. Tinchlar bu ko'hna olam, tinchlar davlu zamon, oromni buzdi sening ham, fashist degan vahsiy olam. Qonim oqdi dono menim, sabr rahim yukilgan chog'da. Lekin yurtim kezolmadim g'anim, O'zbekiston tangan bog'da. Sen nomus va sha'nim menim, O'zbekiston vatanim menim. Kechgacha demay seni ko'rdim, derazamdan boqardi birov, o'zing eding odek ko'zim, turarding galang tosh ayoq. Tashqarida zillar yomg'ir, bobojon yangagir biroz kesding umrimni. Sening rahmat qoldi-ku axir, yig'ishlar kelmasdan yosh kesding umrim, mag'zanim menim, O'zbekiston vatanim menim. Taloyingda bor ekan yashash, gap konishding gohida sharof, etmoq bo'lib yurtim ham talay. Bosh ustingdan keldi inqilab. Samolarga uchdi ullarin, shahidlarning qirmiz qonidan alvon bo'ldi qora tunlarin. Qonga to'lan kafanim menim, O'zbekiston vatanim menim. ota makanim, onajon o'lkam, O'zbekiston jonim to'shay sayabonimga, senday mehribon yo'q, seningdek ko'rkam, Rimdan ishlasman beda poyanga. Bir go'sha suv bo'lsa, bir go'sha qillar, qancha yurtni ko'rdim, qancha tadbirlar, qayga borsam suyab boshi tik tutdi, tog'laring ortimdan ergashib yurar. Ko'rdim suluvlarning eng faranglarin, yoxud binman men, yo bir sodda kasman men. Parijning eng go'zal karamlarin, bitta tandiringga alishmasman men. Na gapga ko'nayin, na til bilayin. Ko'zlab uyqu qochdi, tildan halovat, 3 kun yasog'imsam nima qilayin? Chala qolar bo'ldi hamma sayohat. Bildimki baridan ulug'i o'zing, bildimki yaqini shu tuproq menga, bahorda baxmalda tug'ilgan qizing, arab ohusidan azizroq menga. Sen bilan o'tgan har kun bayramdir ba'zim, sensiz bir on qolsam vaqtim keladi. Seni bilganlarga qilaman ta'zim, seni bilmaslarga rahmim keladi.
O'tmishingni o'ylab og'riydi jonim, ko'ksing to'la shahid o'g'onlaring bor. Qo'ling fidoiga bo'lsa yuzimni, onam sangu og'ir olmas o'zimni, hayin malaklar yoqib qarab yuzimni, olislarda qolgan Usmonlar bor. Qurboning bo'layin ey onajonim, sening faryodlaring mening fig'onim. O'tmishingni o'ylab o'rtanar jonim, aytsam ado bo'lmas armonlaring bor. Bag'rim orta voy bahor ayyomlar, oy borgan yoqlarga termilib shamlar, aybim bilmay ketgan akmal ikromlar, fayzullotdek mardu maydonlaring bor. izlasam javob. Bobolar merosi ayladi xitob, o'rgan o'z vataning qadamjolarin, o'qib topadirsan ma'no behisob. Vatan boshlanadi odam qalbidan, menga oq sut bergan onam bag'ridan, meni allalagan o'sha beshigim, yiqilsam turg'azgan otam qo'lidan. Vatan degan bu bizning onamiz, vatan degan bu sinfxonamiz.
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 2006-yil 4-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti etib saylandi. 2021-yil 24-oktyabrda ikki muddatga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti etib saylandi. Xalqparvar yurtboshi millatim faxrin ertasin o'ylaydi o'z bolalarin ilmu ma'rifatda quyosh bo'lib nurga cho'g'lamoqda gullovlarin. 1989-yil 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat maqomi berildi. Ona tilim, onajonim tili bu beshikdan osilgan joni quloqqa, elu yurtim xonimona tili bu qadimlikda o'xshar ona tuproqqa. 1991-yil 31-avgust O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligini e'lon qilib, 1-sentyabr Mustaqillik bayrami deb nishonlanib kelinmoqda. Mustaqillik kuni muborak bo'lsin, to abad istiqlol oftobi kulsin. Mustaqillik berdi bizga saodat, berdi e'tiqod va insof diyonat. 1991-yil 18-noyabr O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i tasdiqlandi. Bayrog'imiz moyilay samolar bilan darak, oq rangga doimo yaxshiliklar mushtarak. Teshur rangli hayotim hamisha yanada berib, ko'p go'zalchilikdan yaxshiga yaxshi niyat. Usmon to'la yulduzlar bayrog'imizga belgi, oy istiqlol nishoni mustaqillikdan belgi. 1992-yil 8-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiya qabul qilindi. Ozod erkinlikning ramzi bu kitob, unda aks etganlar haq huquqimiz, yo'limiz yoritar misoli oftob, qo'lda baland tursa agar tug'imiz. 1992-yil 10-dekabrda O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi tasdiqlandi. Madhiya so'zini O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Arifov yozgan. Musiqasini bastakor Mutal Burxonim bastalagan. Har sahar yayragan ulug' madhiyam, har safar ozodxo'r elimning eng zo'r qo'shig'i, muqaddas madhiyam, ulug' madhiyam. 1992-yil 2-martda O'zbekiston Respublikasi Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'ldi. Yo'q berding sozlarga onajon O'zbekiston, u yuz tutdi jahonga, o'zida o'qib daston. 1992-yil 2-iyulda O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi tasdiqlandi. Yerimizda tog'lar bor, daryolar bor, bog'lar bor. So'l tomoni bug'doyzor, o'ng tomoni paxtazor. Chambarakka o'ralgan vodiy uzra quyosh bor. Hurligimizning ramzi Humo degan qushi bor. Rahmat bolajonlar. Bolalar, dunyodagi eng aziz ne'mat nima? Chin fazilatda quchayotganlar bilan, dilda shodlik dilda davronlar bilan, siylarga barcha mehmonlar bilan, har inson surti davronlar bilan. Mehnatning qadriga yetamiz mudom, to'kinlik rizqu ro'z ushatamiz nom. Ota-bobolarning odatin qilib, hatto o'sha ham qilmaymiz duo. Yurtim bizim tilgina, hayron bo'lganim
Juda to'g'ri, rahmat aziz bolajonlar. Chunki ota-onajonlarimiz biz uchun jonidan ham ketishga tayyordirlar. Biz ularni xafa qilmasligimiz, qadrlashimiz, rozi qilishimiz kerak. Onam bo'lsa bas, menga dunyo kerakmas. Ne bo'lsa ham har doim yonimda sen bas. Kelsin qayg'ug'im, ularni yengamiz birga. Katta bo'lsam sizlarni ko'taraman boshimda. O'zim xizmat qilay siz uchun, duo qilgan shirin so'z uchun, boqqan ikki o'tli ko'z uchun sizni yaxshi ko'raman onam. Meni doim duo qilgan, ko'z qorachigiday asragan onam. Har doim qalbimda siz yagonam, sizni yaxshi ko'raman onam. Onam duo qilganda yurtda tinchlik bo'lsin der. Onam duo qilganda quyosh doim kunsin der. Onamning duosidan dinlar yashnab ketadi. Onalarning duosi yurtni obod etadi. Onajonim yuzlari quyosh bo'lsa porlaydi. Go'zal shirin allalari meni o'ziga chorlaydi. Onalar bor olam qo'shxonadir. Onalarni maqtasak dil qonadir. Farzand uchun kim quvonib yonadir. Onadir ul, onadir ul, onadir ul. Navoiylik ulug'zot ham onalarimizga bo'lgan behad hurmatni quyidagicha tarannum etganlar. Onalar oyog'i ostidadir. Ramzai jannat juan bog'i, ramza bog'i misoli istar elsang bo'l onangning oyog'in tuprog'i. Dunyoda eng aziz muqaddas zotlar kimlar? Ustozlar. O'rganmoq uchun bitta harfni, yozmoq uchun ismu sharifni, o'qish uchun, o'rganish uchun ustoz kerak, ustozlar kerak. Ulug' ishlar qilmoqlik uchun, bu dunyoni bilmoqlik uchun, vatan ishlarini qilmoqlik uchun ustoz kerak, ustozlar kerak. Salom ustoz, salom muallim. Bayramingiz bilan qutlaymiz. Ilm bilan istiqbol yo'lini o'rgatdingiz. Hech unutmaysiz. Siz emasmi 7 yoshimda alif beni tutgan qo'limga? Siz emasmi siloh boshimni cheksiz shodlik solgan ko'nglimga? Bugun sizga chin ko'nglimdan tabrik bitib umrim bo'yi saodatda vatanga xizmat qilaman. Xayrlashamiz bu kun siz bilan. Bizlar uchun quvonchli bu dam. Faqat qalqonrashlik va biroz o'qitmay sensiz ustoz. Ta'zimlar qilganimiz ta'zim tashakkur. Sizni bizga bergan Allohga shukr. Sizdan boshlanadi asli tafakkur. Munis muallimlar sizga tashakkur. Bolalar dunyoda asli kim aziz? Aytdilar ustozdir, ustoz begumon. Tag'in aytdilarki aziz shubhasiz, ustozni qadriga yetolgan inson. Childirmani chaling dazgiga moslab, qo'shiq sho'rligida raqsga chorlab, vatanimiz haqida aytgan yorlar, qo'lingizga oling jaranglasin dog'. Aziz mehmonlar, qadrli ustozlar, yana bir bor bayramimizga xush kelibsiz. Endi navbatni bayramimizning badiiy qismiga bersak.
Başka bala dilber, dilberim dilber, gözü kara dilber, kaldırgaç mı kaşeri, başka bala dilber. Şirin şirin sözlerin canım ona değer. Şirin şirin sözlerin canım ona değer. Özgesine bakayım kılım ona değer. Özgesine bakayım kılım ona değer. Dilber dilber kızı kara dilber, kaldırgaç mı kaşeri, başka bala dilber. Dilber dilber kızı kara dilber, kaldırgaç mı kaşeri, başka bala dilber. Yar eder gönlüne dilber, yakıyor oklara dilber. Yar eder gönlüne dilber, yakıyor oklara dilber. Kuşları çırağını, kuşları çırağını, duvarından aslanım, bu işlerin çırağını. Sevmedim içinden, sevişlerin çırağını. Dilber, dilber, kızı kara dilber, kaldırgaç mı kaşeri, başka bala dilber. Dilber, dilber, kızı kara dilber, kaldırgaç mı kaşeri, başka bala dilber. Güzel güzel şahane sen
ülkeye rahmet aytamam. Daim sağlaman işler, güç kuvvet versin. Bu ballarımız alim alimat olup, akıllı bir dana bala bulup da yetiştiler. Ata-neler namımla, bizim namımla, ben bana biriktirlere, hemen biriktirlerinize rahmet aytamam. Bütün klaslarım daim alim alimat olmuş. Buldu rahmet oldu. Acayip ballarını bitirip kesesini bitiren ekenimiz. Ustazlarımızdan hep tarafına daytanımız. Daim şimdi ballarını köp-köplerini okutarak nasip etti. Hem şimdi yaxşı gün nasip etti. Har narsaga bordirsa hisob, hayotning ham yakuni bordir. Har bir insonning umri bir kitob, muhtaricha mazmuni bordir. Aziz mehmonlar, mana bugungi xayr birinchi ustozim bayramini ham nihoyalanmoqda. Tadbirni yakunlash uchun so'z navbatini maktabimizning ma'naviy va ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Ro'zmetobon ustozga bersak. Hurmatli onalar, bugungi tadbirimizni sababchilarini chiroyli bir chiqishlari uchun shunchalik tadbirni tashkillashtirgan ustozimga katta rahmat. Ularni bir qisqa mazmunli 1-4 sinfda olgan bilimlarini guvohi bo'ldi. Yuqori sinfdan nimalar yuqori natijalarga erishib, fanlardan milliy sertifikatlar, xalqaro sertifikatlar olishimizni tilakdashman. Hozir shuda 4-sinf o'quvchilarini a'lo baholari, namunali xulqi uchun tadbirlarda, tanlovlarda ishtirok uchun taqdirlashimiz va ijozat berishlaringizni so'rayman. 4-sinf o'quvchisi Ataboyeva Gulnoza. Eshittiramiz. Sening bilimga intilishing, mehnatsevarliging, namunali xulq-atvoring uchun samimiy minnatdorchilik bildiraman. O'quv faoliyatingda yanada katta yutuqlarga erishishingni tilayman. Davom et, oldinda seni yuksak kelajak kutmoqda. Tabriklayman. Rustamov Asilbek. Seni bilimga intilishing, mehnatsevarliging, namunali xulqing, samimiy munosabatlaring uchun minnatdorchilik bildirib, ushbu bitiruv guvohnomasi bilan taqdirlaymiz. Marhamat, tabriklaymiz. Keyingi bitiruv guvohnomasi 4-A sinf o'quvchisi Atajon va Nafisaxon. Keyingi bitiruv guvohnomamiz 4-A sinf o'quvchisi Ko'palboyev Alibek. Keyingi bitiruv guvohnomasi 4-A sinf o'quvchisi Kamilova Nigina Bonu. Tabriklaymiz. O'qishlarimiz omad. Keyingi bitiruv guvohnomasi 4-A sinf o'quvchisi Ikromov Shonazar. A'lo baholari namunali o'quv uchun taqdirlanadi. Tabriklaymiz. O'qishlarimiz omad. 4-A sinf o'quvchisi Rahimov Xudoshukur. O'quv faoliyatidagi katta yutuqlarni qisqa qilamiz. Kelgusida oliy ta'lim muassasalarini nufuzlilarga topshirib, eng a'lochi o'quvchi nominatsiyalaridan olish nasib qilsin. Keyingi nominatsiya egamiz 4-A sinf o'quvchisi O'ktanboyeva Kumushbibi. Marhamat, tabriklaymiz. O'qishlarimiz omad. Hurmatli ota-onalar, ushbu bitiruv guvohnomasini biza 4 yillik o'qishini e'tibora olib, choraklik baholarini e'tibora olib, o'quvchini darsda o'zini tutishi, tadbirlarda faoliyati, hamma sport musobaqalarigacha girgizib, o'sha yuqoridagi o'quvchilarni taqdirlashi joiz deb bildik. Ustoz bilan birgalikda hamkorlikda ishladik. Meni bolam bu narsaga loyiqmasmi degan narsa ko'nglingizda o'tmasin. Bizlar uchun shu yerda bitirayotgan hamma o'quvchi a'lochi, bizlar uchun hammasi namunali. Lekin ayrim sabablari bor, o'zini yarasha ichki tartib nizomlarimiz bor. Shularni inobatga olishni bizlarga loyiq uchun inobatga olmasak ham bo'lmaydi. Sinfda 30 bola bo'ladigan bo'lsa
bo'lsa 30-san bir yilda hech kim kafolat bermaydi. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Bu farqlilik bilan bu guvohnomaning o'rtasida hech qanday farq yo'q. Ya bu o'qishga girishini yoki prezident maktabga topshirish uchun hech hujjatga yaramaydi. Bir o'quvchini yuksak darajadaligini baholab o'tish uchun o'zimiz shuni loyiq deb bildik. Keyingi o'quvchilarimiz 4-sinf o'quvchisi Masharipov Akmalbek. Tabriklaymiz o'quvchilarni. 4-sinf o'quvchisi Ilhomboyev Arifjon. Dördüncü sınıf okuyucusu Yo'ldashov Qudratjon. Dördüncü sınıf okuyucusu Atajon Ruxshona. Dördüncü sınıf okuyucusu Shanazar va Mahliya. Dördüncü sınıf okuyucusu Quronboyev Farhodbek. Dördüncü sınıf okuyucusu Jumanazarov Bahodir. Dördüncü sınıf okuyucusu Kadirov Yo'ldashbay. Dördüncü sınıf okuyucusu Jumanazarova Zahra. Dördüncü sınıf okuyucusu Kamilov Muratjon. Hurmatli ota-onalar, bu taqdirlashimiz hali 11-sinfgacha davom etadi. Yilda o'zlarini qatnashib turgan tadbir tanlovlari, maktabning ichida musobaqalar, shulara keyingi o'quv yilidan faol qatnashib, o'rinlarni olib, maktabimizni reytingini, o'zingizni hissangizni qo'shishingizni tilab qolaman. Rahmat hammangizga. Osmonimiz musafir, xalqimiz omon bo'lsin. Aziz bolajonlar, ota-onangizni, ustozlaringizni ishonchini oqlang. Vaqtingizni qadrlang, har bir fursatni g'animat qiling. Siz kuchingizni ilm olishga sarflang, hozirdanoq kasb hunar tanlang. Shunda yurtimiz farovonligi hissa qo'shib, kelajakda o'z ishlaringizni mohir ustasi bo'lasiz va albatta baxtiyor, farovon yashaysiz. Shuning bilan tadbirimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.